Xo'sh, o'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun Tramp haqida gapiraylik, chunki mana bu oxirgi hafta juda ko'p yangiliklar bo'lyapti. Muhim voqealar demoqchiman. Voqealar bo'lyapti. Mana shu voqealarni nima bilan tugashi siz bilan menga katta ta'siri bo'ladi. Вообще Amerikani o'ziga ham. Chunki hozir Tramp mana bu o'zi qilayotgan ishlari bilan men bilgan Amerika, masalan Amerikaga demokratiya kim xohlasa shu gapni gapiradi. O'zini nimalari bor, erkinliklari bor. Mana shu erkinliklarga cheklov qo'yish bilan avora. Cheklovni ham kimga? Oddiy Amerikada tug'ilgan, oq tanli, oq suyaqli deydimi, ularga emas. Shu rangi boshqacha, boshqa tilda gaplashadigan immigrantlarga qarshi mana shu chegaralarni qo'yyapti. Demak, u Trampning hozir qilayotgan ishi bo'yicha amerikanlarga, mana shularga hamma narsa mumkin. Masalan, menga 1000 man fuqaro bo'lsam ham, 1000 mani green karta bo'lsam ham, mani nimalarim nima deydi uni? Chegarali. Haq-huquqlarim chegarasi bor. Agar Meksika orqali kelgan bo'lsam, o'sha vaqtda uni gapirmasak ham bo'ladi. Shu holatga kelyapti. Xo'p, o'zi Trampning maqsadi nima? O'zi katta biroz chegarani kattaroq olaylik. Agar kattaroq olsak, Tramp Amerikani buyuk qilaman deyapti. Xo'p, Amerikani buyuk qilishi uchun u o'zi nima qilyapti? Mana tariflar. Bizga nima deydi-ku tarif? Import. Kelayotgan tovarlarga import qo'yish. Mana shu bilan ovora. Maqsad nima? Nima uchun buni narsani qilyapti? Bundan maqsad shu kompaniyalar, mana Amerikada ko'p kompaniyalar, masalan, hammasi nimasi shu yerda bo'lsa ham, amerikanskiy kompaniya bo'lsa, ishlab chiqarishi masalan ko'pchiligi Xitoyda. Endi Indiyadan bor, boshqalardan, lekin ko'pchiligi Indiyada. Nimada? Xitoyda. Maqsad mana shu hamma firmalarni, zavodlarini mana shu yerga olib kelish, Amerikaga olib kelish. Oddiy emas, mana bu agar iPhone qilsak, iPhone ham deyarli 90% Xitoyda bo'ladi. 95%mi? O'sha hammasi kelib, o'sha Amerikada keyin bitta zborka qiladimi, yo bir rangini almashtiradimi? Shu kamgina ish qiladi. Xo'p, shunday qilib Tramp hamma zavodlarni Amerikaga olib kelmoqchi. Shuning uchun tariflarni qo'ygan. Amerikada bo'lsin deyapti. Amerikaga kelsa agar, men ularga erkinlik beraman. Shu import, tarif nimalar bo'lmaydi. Ko'p yengilliklar bo'ladi deyapti. Xo'p, shu buni qilish uchun mana tarifni qo'ygan. Bundan maqsad nima? Bunaqa mana odamlarni olib keldi, xo'p. Ana keng olib keldi. Zavodlar olib keldi. Xo'sh, u zavodlarga kim ishlaydi? Uni fikri bo'yicha u zavodlarga men bilan siz emas. U zavodlarda chista amerikanlar ishlash kerak. Uni plani shunaqa. Xo'sh, bunaqa qilish uchun chista faqat amerikanlar ishlash uchun, Shop amerikanlar foyda olsin, amerikanlar hayoti yaxshi bo'lsin. Shu bunaqa qilish uchun nima qilish kerak? Maksimalniy darajada Amerikani immigrantlardan ozod qilish kerak. Immigrantlarni kelishini qiyin qilish kerak. Shuning uchun mana hozir bu narsani qilish uchun o'zi bo'lmaydi bu. Immigrantlarni yo'qotish, immigrantlarni kirgizmaslik bu o'zi bo'lmaydi. Bu nima emas? Qurol emas, chunki qonun qoidalar bor. Mana shu hozir bu qonun qoidalarni bitta egilyapti. Nima qilyapti? Sindirmayapti-yu. Sal qiyshiq qilyapti. Sal qonun qoidalardan o'tyapti. Sal emas, anchagina. Ana endi shu mana shu qonun qoidadan o'tgani uchun mana hozir sudlar bo'lib boshlangan. Ikkita o'zi dahshatlasi oxirgi mana shu haftada u green kartalik bolani san Palestina parast, san Hamas parast deb green kartasini bekor qilib, uni deport qilish. Mana shu o'zi sudi bo'lyapti. O'zi u bolani Luizianaga yuborgan. Bir. Ikkinchisi mana bu yaqinda El Salvador bilan
Venesuelaga bir 200 ta odamni, 200 dan ko'p odamni samolyot bilan yuborgan, jo'natgan. Bu yerda gap jo'natganiga emas. Sudya bu odamlarni hali jo'natmaysan. Hali men sud oxirigacha tamom bo'lmaguncha, men aniqlamaguncha hech kimni hech qayerga deport qilmaysan degan qaroriga qaramasdan turib, jinnini yoqib, har xil bahona qilib nima qildi? Odamlarni deport qildi. Mana endi sudya bildi, sen nimaga deport qilding? Sen meni nimamni nima qilmadingmi? Men qaror berdim-ku, sen qonun bu sudyani qarori, sen ijro etmadingmi desa, u gapni olib qochatyapti-yu, keyin bu nima deyapti? Yangisini chiqyapti. Bu sudya Amerikaga endi qo'pol qilib ochganda xiyonat qilyapti. Bu Amerika dushmani degan gaplarni degani yo'q, shunga yaqin olib kelyapti-da endi bu. Bizani siyosatimizga dushman deyapti-da endi. Mirzayev aytadi-ku, prezidentni siyosatiga dushmanlar. Shu, mana shu deyapti, meni siyosatimga dushman bu. Amerikaga bu nima deyapti? Qarshi ishlayapti. Shuning uchun bu sudyani impeachment, sudya ishidan olib tashlash kerak degan gapni aytgan. Tramp bu vaqtida bilasizmi, bu unaqa umuman bu qo'rqinchdagi davrlar. Bu Germaniyadagi davrlar, 41-yil, 30-yillardagi Germaniyada shunaqa bo'lganda, u jigitlarning orqasidan nima qilishda любой narsadan foydalangan. Qonuniymi, qonuniy emasmi? Xohlagan ishini Gitler qilib, oxiri mana shu Gitler bo'lgan. Hozir bu ham shunga yaqin ishlarni qilyapti. Shuning uchun nima bo'ldi? Mana shu bu sudyaning qochish kerak degan gaplarni chiqargani uchun Konstitutsioniy sudda eng kattasi Chief Roberts. Mana shu aytdiki, endi qo'pol qilib aytaman, u kutti qiz Tramp dedi. U Amerikada bunaqa bo'lmaydi dedi. Agar senga nima yoqmayotgan bo'lsa, sudya apellyatsiyaga ber. Apellyatsiya ham agar yoqmadimi, keyin mana bizga ber. Bu o'zini protsess bor. Shuning uchun Amerikani boshqa davlatlardan farqi nimada? Bu yerda qonunlar hamma uchun bir xil, qonunlar ishlaydi. Bu O'zbekiston yo Rossiya yo nima emas. Qonun bor-u, lekin hammaga ham ishlatilmaydi. Ko'proq kambag'alga, tanish bilishi hech kimi yo'q odamlarga. Bu ham endi shunaqa qilmoqchi endi. Mana qonun qarorlar bor-u, Trampga yoqsa o'zini foydasiga ishlatyapti. Mana o'zi qancha nimadan qoldi. Sal qoldi o'zi. Qamalib ketishiga. Endi qamalmardi-yu, lekin agar sudlar oxirigacha bo'lsa, prezident bo'lmardi. Mana o'zi mana shu sudni sistemasidan foydalanib, sudlari bekor bo'ldi. Mana oxiri prezident bo'ldi. Mana shu konstitutsioniy sud orqali, yana bir Floridadagi va yana bitta sudya bor, shu sudya orqali. Lekin mana shundan foydalandi Tramp. Bu manbetda ham shunaqa narsa bo'lyapti. Bu nima qilyapti hozir? Tramp nima qilgan? Bir nima bor? Odamlarni deport qilish vakolati bor. Shunga vakolatni beruvchi nima bor? Qonun bor. U qonunni har faqat ham ishlatsa bo'lmaydi. Uni vaqti bor. Uni shu Amerika tarixida 3 marta ishlatgan ekan. Bir 1700-chi, 1800-yilga ishlangan, chiqargan u nimani shu qarorni. Qachon u ishlatiladi? Masalan, Amerika bironta davlat bilan urushayotgan bo'lsa, yo Amerika bironta davlat hujum qilayotgan bo'lsa, mana shu vaqt nimaga? Prezidentga vakolat beriladi. Masalan, hozir men ana keyin Rossiya bilan urushayotgan bo'lsa, masalan, Rossiya bilan urushayotgan bo'lsa, yo Rossiya bunga hujum qilib kirayotgan bo'lsa Amerikaga, shu vaqtda masalan Tramp aytsa bo'ladiki, bo'ldi, bizlar masalan Rossiya bilan urushda, shuning uchun men Amerikadagi urushlarni hammasini bilmayman. Ichida masalan shpiyoni bormi, qanaqa odamlar yo'q. Shuning uchun mana shu urushdan foydalanib, mana shu qonunni nima qilishi mumkin? O'tinamaydi, foydalanishi mumkin. Kim bunga telefon qilyapti? Gapiryapman, telefon bo'lyapti. Shuning uchun telefonni o'chirib qo'yish kerak. Mayli, ish qilib, mana shu vaqtda aytishi mumkinki, mana shu qonunni kuchga kirgizib, bo'ldi, men ruslarni masalan deport qilaman. Mana bu rusda, bu shpion deb. Mana shu vaqtda sud bo'lmaydi, hech qanaqa eshittirish bo'lmaydi, vakolat bor. Hech qanaqa sudsiz odamni qamab deport qilish.
Bu hozir mana Amerika hech kim bilan nima emas, hech kim bilan urushmayapti. Urush yo'q. Masalan, Rossiya Ukrainada aytyapti-ku, Venesuelada shu nima bor ekan, ana shu gruppirovka jinoiy oti nima, bir nima oti, mana shularni deyapti, mana shularga biza qarshi urush. Shundan men foydalanib, mana shularni kimda mana shu guruhda a'zosi bo'lsa, yo bir nimasi bo'lsa, oldin berdi bo'lsa, shularni men deyapti, bemalol sudsiz qamab deport qilishga haqqim bor deb, mana shu hozir nima qilyapti. Mana shu nima qilgan? Urush bor deb e'lon qilgan. Shuning uchun odamlarni hech qanaqa sud-putsiz deport qilib yuboryapti hamma joyga. Endi bundan foydalansa, haqiqatan ham shunaqa odamlar bor. Lekin ko'pchilikda odamlar u borib ICE olib ketsa agar, u kim uni tekshiradi? Agar siz prezidentga vakolat bersangiz, xohlaganingni deport qilsangiz agar, u kim uni prezident tekshirib turadi? Kimni deport qilyapti? Nima uchun deport qilyapti? Kim uni tekshirib turadi? Masalan, meni ham uyimdan olib ketsa, men fuqaro bo'lsam, shunaqa vakolatni bersa, hech kimni tekshirma, deport qilib yuborsa, bemalol deport qilaveradi. Meni ham, boshqasi ham. Green kartasiga ham qaramaydi, grajdansiga ham qaramaydi, masalan. Shungacha ketsa, shuning uchun shungacha kelmasligi uchun mana hozir sudya to'xtatdi buni. Sen nima qilyapsan? O'zi qanaqa urush? Kim sen bilan urushyapti? Kimni deport qilyapsan? Qanaqa isbot dalillaring bor? Bir ko'rsatchi degan sud bo'lyapti. Shunga qaramasdan odamlarni deport qildi. Ana endi hozir katta spor ketyapti. Bu katta tema bo'lyapti. Xo'sh, ana endi buni oxiri nima bilan tugaydi? Mana shu Trampda shunaqa vakolat qoladimi, qolmaydimi? Bu eng katta nima. Agar shunaqa vakolat qoladigan bo'lsa, ertaga u любойni deport qilishi mumkin. Ana keyin grajdanin yo green kartani, green karta emas, grajdanin shunaqa odamni deport qilsa. Mayli kelib u odam keyin kelsa bo'ladi, lekin kelish ham buni biladi, advokat qancha plyus ketadi, qancha nervus ketadi, bir barobar qilib kelasiz. Agar grajdanin bo'lsangiz. Agar green kartangiz bo'lsa, u green kartangizni 6 kun atmay qilib tashlaydi. Bo'ldi, ketdingizmi, ketdi. Bu Amerika bilan green kartalik Amerikada fuqarosi bor odamga ta'sir qilsa, green kartasi bor odamga ta'sir qilsa, unda Meksikadan kelgan odamga yo'l bo'lsin-da, uni hech kim quloq solmaydi-da. Shuning uchun mana shu sud eng muhim. Qani bu nima bilan tugaydi? Keyin u palestinlik balani green kartasini bekor qilgan. Hozir deport qilmoqchi. Bitta shu Palestinani tarafini olgani uchun. Bu aytayapti, "Yo'q, sen Palestina tarafini olmading", deyapti. Sen Hamas u terroristlar. Shularning tarafini olding deb gap shunga ketyapti. Bu balani advokatlar nima deyapti? Bu hozir farqi yo'q, kimni tarafini olyapti. Birinchidan, Hamas tarafini olgan yo'q, birinchidan. Hamas tarafini olgan taqdirda ham, bu so'z erkinligi qayerga ketdi, deyapti. Bu Amerikada eng birinchi nima? So'z erkinligi. Bu so'z erkinligi deyapti. Bu shuning uchun bu so'z erkinligini buni olib tashlayapsizlar. Buni haqqi yo'q bo'lsa, yo'q, buni haqqi yo'q deyapti, chunki bu AQSh fuqarosi emas. Bu deyapti, green kartasi ham. Green kartani o'zi bekor qildi-da. O'zi odatda bunaqa narsani viza bilan kelgan odamga ishlatsa bo'ladi. Shu ham endi jabni ishlatmagan. Xo'sh, shu qo'lidan kelsa, Trampni shu balani deport qilish, green kartalik bolani, demak o'sha bo'ldi. Ertaga nima bo'ladi? Ertaga kimni fuqarosi bo'lsa, fuqarolikni olgan bo'lsa, masalan, manday odam, boshqasi. Chota bir gapi yo'qmayapti bizaga. Bu chota shu Amerikaga bu ham boshlanyapti, Amerikada ham. Nima? Vatan dushmani. Vatan dushmani deb, xiyonatchi deb, bu bo'lmaydi bizaga deb, bemalol meni ham, boshqasini ham Amerika fuqaroligini bekor qilib deport qilish hech narsa emas. Shunga kelyapti. Mana bundan tashqari yana bitta qaror chiqargan Tramp. Kim Amerikada nelegalni bo'lsa, yoki bor-ku odam nelegalni yurganlar bor. Mana Meksikadan qancha, mana shu Yujniy Amerikadan, Janubiy Amerikadan qancha, Gonduras bo'ladimi, Haiti bo'ladimi, qancha kelgan odamlar bor. Ularga sovishlar kerak, yillab yuribdi. Shularning ichida hozir o'zbeklar ham paydo bo'lgan. Rossiya boshqadan endi bez border kirganda, masalan, odamlar. Shunaqalar bor. Nima deyapti? Mana shunaqa odamlar kelgan bo'lsa, hammasi deyapti, registratsiya qilsin, bizaga aytsin, deyapti.
agar aytmasa, registratsiya qilmasa, uni ushlaymiz, qamaymiz, u bu kimga jinoiy ishni qilmaymiz deb qo'ygan. Xuddi shunaqa narsa Germaniyadan bo'lgan. Nimada? Gitler nima degan? Kim degan jugut bo'lsa, Amerikada, Germaniyada hammasi ro'yxatdan o'tsin. Ro'yxatdan o'tmaganlarni unday qilib chiqib ro'yxatdan o'tkazgan. Ro'yxatdan o'tkazgandan keyin nima qilgan? Ularni to'plab bitta joyga hammasini yoqib yuborgan, o'ldirgan, ishlatgan. Oxiri shu yoqib yuborgan. Bu ham o'zi maqsadi mana shunaqa. Nima qilyapti? Hamma registratsiya qilsin deyapti. Amerikada bo'lganlar даже dokumenti bo'lsa ham nimasi bor o'zi, ro'yxati bor. Kim registratsiya qilish? U registratsiya qilishdan maqsad nima? U deport qilishda. Sizni ushlab deport qilish. Deport qilish uchun mana hozir ko'ryapsiz, mana green kartalik bolalarni agar shu qo'lidan kelsa, mana bu hozir 200 odamni deport qildi. Shu agar hech qanaqa jazosiz qolsa, hozir e'lon qilgan-ku o'zicha bu shuning uchun o'zi katta deportatsiya uchun o'zi bu nimani, zaminni yaratyapti. Sharoitni yaratyapti. Bir boshida keldi, bir boshladi deportatsiyani, kuniga mingtalab, keyin u yog'iga pul qolmadi deportatsiya qilish uchun. Deportatsiya qilish uchun odamlarni qamoqqa olish uchun. Chunki hamma qamoqlar to'lib ketgan. Hech kimni emas, juda ham kam bond bilan chiqyapti, parol bilan deyarli chiqmayapti hech kim. Qo'yadigan joy yo'q. Bular agar qonun bo'yicha agar qilsa, agar odamlarni deport qilsa, agar qonun bo'yicha uni olib kelgani bilan uni bitta joyga qo'yish kerakmi? Bironta joyga saqlash kerak. Birinchidan, ikkinchidan sud bo'lish kerak. Bunga kuchi yetmayapti, qarayapti, shuning uchun nima qildi mana? Mana bu qonunni kuchga kirdi. Biz hozir jangda, shuning uchun hech qanaqa sudsiz deport qilamiz deb shuning uchun qildi bu narsani. Chunki odamni ushlab, birdan samolyotga mindirib deport qilish uchun. Shuning uchun aytayapman-ku, hozir jimjimakon ko'p narsalar hal bo'lyapti. Manu sizni hayotimizda, даже manu siz emas, вообще Amerika haqiqatan avvalgi Amerika bo'ladimi, yo'qmi? Shu o'zi hal bo'lyapti. Endi o'zi ko'p odamlar mana o'zi bilan mana bu chiqur, masalan, sahnaning orqasida nima bo'layotganini ko'rmayapti. Shu o'zi kurash bo'lyapti. Amerika haqiqatan Amerika qoladimi? Yo'q, shu Amerika nimada bo'ladimi? Odamlar aytayapti, mana bu Trampga endi qarshilar, oppozitsiyalar Tramp deydi, mana Putin bilan zo'r. Shimoliy Koreya bilan zo'r. Deyapti, nimasi bilan? Prezidentlari bilan. U xuddi shunaqa qilmoqchi Amerikani ham deyapti. Endi ko'ramiz. Shuning uchun hozirgi voqealar juda ham muhim voqealar bo'lyapti. Qani bular nima bilan tom bo'ladi? Lekin bular hamma, yana bir marta aytaman, hozir buni qilayotgan ishi katta deportatsiyaga tayyorlash, har tomonlama. Bu shuning uchun qilyapti. Lekin bundan ham maqsad nima? Shu deyapman-ku, buning maqsadi Amerikani tozalash. Amerikada faqat amerikanlar yashasin. Amerikada faqat Amerika kompaniyalari amalga kelsin. Shu. Chunki boshda shunaqa bo'lganda, o'zi Amerikani Amerika qilgan nima? Shu dehqonlar, biznesmenlar. Qonunni ishlashi. Shu Amerikani mashhur, Amerikani boy qilgan. Endi o'zicha shunaqa qilmoqchi, lekin buni qilish uchun tanlagan yo'li noto'g'ri. Shuning uchun ko'p narsalar hozir bo'lyapti, ko'ramiz qani nima bo'ladi, nima bilan tugaydi. Hozircha mana shu o'rtoqlar, sog' salomat bo'linglar, yangiliklarni kutinglar. Chunki hozir bu bo'layotgan ishlar, u ta'siri hammaga bo'lyapti.